joylashgan ular masalan Samarqand shahri. Samarqand, Buxoro, Xiva, Xorazm, Samarqand, Buxoro. Me'moriy anaqalarga bor. Bu viloyatlarning nomi. Endi bu shaharlar haqida gapiryapmiz. Toshkent shahri. Xo'p, yana-chi? Yana qaysi shaharlar haqida bilasizlar? Guliston. Masalan, ana shu biz aytayotgan eng mashhur Samarqand shahri. Nimasi bilan mashhur? Registon. Registon maydoni. Xo'p, Maydoni. yana-chi? Amir Temur haykali bor. Xo'p. Yana qanday ma'lumotlarga egasizlar Samarqand shahri haqida? Samarqand nonlari haqida ham eshitganmisiz? Rivoyatlarda aytilishicha, bir podshoh Samarqand nonini o'zini shahrida pishirmoqchi bo'lib, ana shu Samarqand nonini pishirish uchun hamma mahsulotlarni nonvoyiga qo'ymoq qildi. Qancha urinmasin Samarqand nonichalik non, mazali non pishira olmadi. Hop, shunda nima kam degan ekan? Ana shu senga nima kam? Samarqand havosizlari bizga degan ekan. Yaxshi. Hurmatli o'quvchilar, bizni darsimizda video kontentlar berilgan. Dastlab mana shu video kontentlar bilan tanishib olamiz. Mening ismim Nodir Nishonov. Bugungi kunda men YouTube'da Mening ismim Nodir Nishonov. Bugungi kunda men YouTube'da Qurultoy ilmiy ma'rifiy podkastini hamda Susambil loyihalarini muallifi, yurituvchisiman. Qolaversa, Instagram tarmog'idagi Dervish Note loyihasining muallifiman. Boqiy shaharlarni Feniks qushiga o'xshatgan bo'lardim. Ular o'sha qush misoli yonadi, yuksaladi, kul bo'ladi va aynan mana shu kuldan keyin yangi qush paydo bo'ladi. Samarqand shahri faqat me'morchilik an'analari bilan, me'morchiligi bilan bizga mashhur emas. 9-asrda Samarqandda qog'oz ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Bu qog'oz ishlab chiqarish keyinchalik ana shu yurtimizdagi qolaversa chet mamlakatlarga ham chiqarilishida mana shu Samarqand qog'ozining sifatli darajada yetkazilib berishi muhim ahamiyatga ega. Qarang, dastlab 9-asrdayoq qog'oz Samarqand shahrida ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, nima uchun Samarqandga qog'oz zarur deb o'ylaysiz? Nima uchun 9-asrda qog'oz ishlab chiqarishni bu yerda olimlarimiz yo'lga qo'ygan? Madrasalar ko'p bo'lgan. Hop, Qurilishlar ko'p bo'lganda ular chizmalarni yozib, chizib o'shalarni yaxshi, bu ham to'g'ri. ilm rivojlanganligi uchun qog'ozga yozib, Ilm fan rivojlanganligi uchun qog'ozga yozish ham yo'lga qo'yilgan. Xo'p, yana nima uchun zarur deb o'ylaysiz? kitoblar chiqarishdan Kitoblar chiqarishda. Demak, qarang, ana shu eng dastlabki paytlarda bizning ota-bobolarimiz ana shu o'zlarining ilmi, bilimi, o'tkir zehni bilan dunyo taraqqiyotiga yetarli darajada hissa qo'shishgan. Mirzo Ulug'bek haqida nima bilamiz? Kim Mirzo Ulug'bek? Amir Temurning o'g'li, Mirzo Ulug'bek haqida nevarasi. Hop. Nima bilamiz Mirzo Ulug'bek haqida? Samarqand hukmdori bo'lgan, U o'zi nima qurdirgan Samarqandda? Rasadxona qurdirgan. Qarang, u rasadxona nima u? Rasadxonada nimalar bo'lgan? Nima u? Rasadxona binomi yoki boshqa narsami? Yulduzlarni kelib chiqishini qarardingiz? Demak, yulduzlar ilmini, osmon jismlarini, bilimlarini mana shu Mirzo Ulug'bek o'zini Mirzo Ulug'bek rasadxonasida Zech ko'ragoning nomi ham bejiz aytilmagan. Demak, u osmon jismlarini, yulduzlarni o'rgangan birinchi olim hisoblanadi. Afsus, ana shu nima uchun boqiy shaharlar deb aytdik? Ular 100 yil, ularning qurilganiga 100 yil emas, balki 1000 yil bo'lganligi sababli ham bu shaharlar deb ataymiz. Aynan 1000 yil emas, 1000 yillar, 1000 yillar, necha ming yillar ekanligi bizga hali noma'lum, chunki ularning qay yili, qay usulda qurilgani ham to'liq ma'lumotlarga emas. Ularning yaratilishi juda qadimdan bo'lganligi uchun bular boqiy shaharlar deb atalyapti. Yaxshi. Xo'p, mana shu Samarqand haqida
sizni bilib olishingizni xohlar edim. Biz Buxoroni dinni markazi deb aytdik. Dinni rivojlangan joyi deb aytdik. Mana shu buyuk bobomiz Al-Buxoriy ham Samarqandda dafn etilgan. Qarang, garchi islom dini dastlab Muhammad sallallohu alayhi va sallam paytida Qur'on nozil bo'lgan Hiro g'orida Arabistonda joylashgan bo'lsa-da, dinning rivojlanishi O'rta Osiyo yerlarida rivojlangan. Aynan bizning bobolarimiz orqali mana shu islom dinining taraqqiyoti vujudga kelgan. Bular mana shu biz aytgan Imom Ismoil al-Buxoriy, at-Termiziy, ularning nomlarini juda ham ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Chunki bizi bu bobolarimizni bizga qoldirgan yozma yodgorliklarida mana shu islom dinining qanday yaratilishi, qay yo'lda tarqalganligi bularning hammasi mana shu qo'lyozmalarda, kitoblarda aks etgan. Bu esa bizni mana shu musulmon millati ekanligimizdagi, aynan mana shu bobolarimizning ajdodlari ekanimizligi uchun faxr tuyg'usini keltirib chiqaradi. Yaxshi. Qarang, birgina Muhammad Ismoil al-Buxoriy bobomizning hurmatidan butun Arabiston davlatlari O'zbekistondan borgan hammasiga shunaqangi hurmat, ehtirom ko'rsatishadiki, bu ana shu yerda Buxoriyning tarixi, Buxoriyning o'zi kim ekanligini bilmay borgan odamga juda uyatli. Shuning uchun ham chet el davlatlari bizning bobolarimiz haqida, ularni yaratgan asarlari haqida bilib turganda biz buni o'rganmasak juda ham uyatli narsa bo'ladi. Shuning uchun ham sizga tavsiya, talab, mana shu bobolarimizning kelib chiqishi, kim ekanligi, ular yaratgan asarlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib olishimiz shart va majbur bugungi kunda. Demak, yana bir vizual kontent Buxoro arkidan Buxoroni qidiramiz. Marhamat. Men Mahliyo opaga bugun sovg'a tayyorladim. Mahliyo opa! Keling-de. Ha, Sirajiddin? Sizga bir sovg'am bor. Qana sovg'ang bor? Mana shu tarixiy obida ichiga Buxoro so'zidagi harflarni yashirib chiqdim. Voy, Qaysi harfni topsangiz, o'sha harfdan boshlanuvchi fakt aytasiz. sen hali menga shart qo'yapsanmi? 5 tasha. Kelasi safar men senga shunaqa o'yin o'ylab topaman. Ha? Lekin men hamma harfga fakt ayta olaman, chunki Buxoroni yaxshi bilaman. Ketdikmi? Ketdik. Ket. Qaranlik. Ha. B harfi. Eshit. Boqiy Buxoro shahri 2500 yillik tarixga ega. Bildingmi? Yur. Voy. Topdim. O Oh. harfi. Olimxon. Amir Olimxon. Aytishlaricha, Buxoroning amiri Amir Olimxonning saroyi mana shu yerda bo'lgan ekan. Va ular o'z otlarida mana shu ko'chadan kirib chiqqan ekanlar. Qara. Olib, ha? Zindonmi? Ha. Voy, bu qo'rqinchli. Qo'rqinchli-di. Chiroyligini qara. Ye. Mana H harfi. Yo'q, qanaqa qilib bo'yin yetdi? Mana qizib oyog'imning uchida turdim. Xattotlik san'ati tarixida Buxoro xattotlik maktabining o'z o'rni bor. Bilib oldingmi? Ketdik. Ark hududidagi muzeyda katta langar Qur'oni, Mirali Hiraviy asari, miniatyuralar va Qur'on g'ilofi kabi noyob ashyolar bor. Bu joy qadimiy kitoblar va qo'lyozmalar makoni. Qara qo'yib. Uni qara. Ay. Voy. Nimadir? Obervor. U harfi-ku. Buxorodagi tarixiy uylar mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu yerdagi har bir jihoz, har bir detallar
Buxoro madaniyatini o'zida aks ettiradi. Voy! O harfini topdim. Sirojiddin, Labbay. o harfi bilasanmi nima? Nima ekan? Ochiq osmon ostidagi ark hududidamiz. Sirojiddin, senga bitta rivoyat aytib beraymi? Ha. Rivoyatlarga ko'ra, arkning ustidan quyoshning chiqishini Buxoro uyg'ondi deyishgan ekan odamlar. Chunki quyosh birinchi bo'lib arkning ustida ko'ringan ekan. Zo'r-a? Zo'r. O'zim ham eshitgandim bu rivoyat. Esimdan chiqib qoldi. Sirojiddin, Ho. mana minoraga kalonni ko'ryapsan? Ha. Shu minoraga kalonni shakli nimaga o'xshaydi? Ruchkaga. Ruchkagami? R harfiga faktni o'zing aytding. Voy, buni qayerdan topdingiz? Aytmayman. Buxoro. Men shartni bajardim.